Men birga kelganimda o'g'lim qo'limdan yetaklab kelganda ko'zlarim yumilib qolgan edi. Holatim juda yaxshi bo'lib qoldi. Rahmat bu doktorlarga. 65 yoshli otaxon bizga narsa buyumlarni ikkita ko'rishga, qovoqlar tushib qolishiga, chaynashga qiynalishga, yutishga qiynalishga va gapirishga qiynalish belgilari bilan bizga murojaat qilib kelgandilar. Bemorimizning klinik tashxislari miasteniya kasalligi, gerilashgan formasi, stadiya abastrin, ya'ni qo'zish kasalligi, qo'zish davri bilan bizga murojaat qilib kelgandilar. Mana 8 kun davomida davoladik, holatlar ancha yaxshilandi. Hozir to'liq remissiyaga o'tdilar, ya'ni kasallik tinch davriga o'tdilar. Men birga kelganimda o'g'lim qo'limdan yetaklab kelganda ko'zlarim yumilib qolgan edi. Pastda yoqlarim ochilmay ovqat yeyishga qiynalib, tillarim juda gapirishga imkonim yo'q edi. Men bo'lsa internetdan ko'rib, men bu kishilarni izlab topib keldim. Men davolanganimga 8 kun bo'ldi. Xudoga shukr, men ko'zim ancha yaxshi. Holatim juda yaxshi bo'lib qoldi. Rahmat bu doktorlarga. Miasteniya degan tashxisni qo'yib, kasalni topib, men yaxshi, xudoga shukr yaxshiman. Hali yana ham yaxshi bo'lib ketaman. Men 8 kunda meni ancha o'zim yuratgan, o'zim nima qiladigan bo'lib, rahmat bu doktorlarga.